Kelin qiz, mana mebellarni qarang asalligini. Ashi mashhur 0012 aksiyasi yana siz bilan. Ishonchda 21, 22, 23 may kunlari mebel va texnikalarga 0012 aksiyasi bo'lib o'tadi. 0012 aksiyasi nima o'zi deganlarga men anjancha qilib hozir tushuntirib beraman. Qo'shimcha ustamasiz, boshlang'ich to'lovsiz olgan mahsulotlarni o'zini narxiga 12 oyga bo'lib to'lab olsanglar bo'laveradi. Inverter motorli LG xolodilnigini 895 ming so'mdan to'lab o'zini narxiga 12 oyga sotib olsangiz bo'ladi. Hey kelin qiz, men sizga zo'r mebel topib qo'ydim. Sepimga qadam mebel olsammikin deb o'ylanyapsizmi? Mana ko'rib turgan mebelingizni 12 oyga 700 ming so'mdan to'lab o'zini narxiga sotib olsangiz bo'ladi. Qizlarimiz uchun zo'r taklif. Aksiyamiz kunlari tilla sotib oladigan bo'lsangiz, tilla narxini 1 150 ming so'mdan zalotoy narxlarida sotib olishingiz mumkin. Ushbu aksiyamiz mebel va texnikalar uchun amal qiladi. Ishonchda hammangizni kutib qolamiz. Kelin qizlar, kelinglar.